Assalomu alaykum. AXS Football kanal obunachilari, bugun sizlar bilan tekin berilgan 3 ta free show time'lardan qaysi birini olishga arziydimi shuni ko'rib chiqish uchun divizionda bitta match o'ynaymiz. Bo'lmasa matchni boshladik. Men o'zimning akkauntimga Marcus Rashfordni tanlab olganman. Ko'ramiz, u tanlashga arziydimi yo'qmi. Mana birinchi matchga ham kirib oldik. Marcus Rashfordning holati a'lo. Raqibni tarkibini ko'ramiz. Raqib ham unchalik kuchsiz tarkibda emas ekan. Demak, matchni boshlaymiz. Bizga berilgan showtime kartalar o'zi bular Kevin De Bruyne, Dean Huijsen va Marcus Rashford edi. Men o'zim ham Barselona fanatim bo'lgani uchun ham Rashfordning statistikasini ko'rib Rashfordni tanlagim keldi va uni hozir o'yinda sinab ko'ramiz. Videoning oxirida men Marcus Rashfordni qanday qilib kuchaytirganimni ham ko'rsataman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hello everybody and welcome to today's match. Bu yerda biz qarshi hujumga chiqib ketdik. Marcus Rashfordga pas, Marcus Rashforddan Neymarga pas va Dean Huijsendan Neymar penalti ishladi. Dean Huijsenga esa sariq kartochka. Matchni asosan Rashfordga e'tiborni qaratganim uchun penaltini ham Rashfordda ijro etishni ma'qul ko'rdim. Va Marcus Rashforddan birinchi gol, penaltidan kiritilgan birinchi gol. Neymardan Forlan Rashfordda double touch va Forlan birga chiqib ketdi. Va raqib yana chaldi, yana Dean Huijsen bilan va unga qizil kartochka va biz ikkinchi penaltini ishlab oldik. Rashfordda zarba beramiz va ikkinchi penaltidan ham to'g'ri foydalandik. Hisob 2-0. Raqibning esa bitta himoyachisi qizil olib maydonni tark etdi. Bu yerda Neymardan ajoyib pas va Ryan Cherki bilan hisobni 3-0 keltirib qo'ydik.
Substitution on the field. Number 20, Diego Forlan. Coming on to replace him is number 18, Adams. Va bu yerda Cherkidan ajoyib zarba va hisob 4-0. Cherkini pasi bilan Rashford yana bitta qarshi hujumga chiqib ketdi. Va men uzoqdan tepishga qaror qildim. Double touch va zarba gol. Hisob esa 5-0 bizning foydamizga. Bu vaziyatda ham Cherkidan double touch zarba, lekin raqibni darvozaboni o'z zarbani qaytaribdi. There will be 3 minutes added time. Va bizning darvozabondan ham save. Shu bilan birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Hisob esa 5-0. Va bu yerda esa Rashfordning bosh bilan o'ynash qobiliyatini tekshirish uchun havolatli pas berib ko'rdim va Rashford boshi bilan ham gol urdi. Hisob 6-0 va raqib o'yindan chiqib ketdi. Videoni boshida va'da qilganimdek, Markus Rashfordning to'g'ri kuchaytirilishi. Agar sizlar ham Markus Rashfordni tanlagan bo'lsalaringiz, shunday kuchaytirib o'ynatib ko'ring. Faqat bu markaziy hujumchi pozitsiyasi uchun, ya'ni KF uchun qanot Wingerda o'ynataman desangiz, uni meni Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanali esa YouTube kanalini biosidan topishingiz mumkin. Markus Rashford haqida o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, u juda tezkor, zarbalari kuchli, finishingi ham o'rtacha, unaqa baland emas, past ham emas. Bosh bilan ham, gavda bilan ham o'ynaydigan futbolchi. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kuzatganingiz uchun rahmat.